Hoşlar mana. Akalar mana O'rta Osiyoda yagona bo'lgan eng katta nechta tonnalik aka? 1 tonnalik. 1 tonnalik akamiz qilgan. Hamma sharoitlarni qilgan. Hatto Xonani uzunligi 50 metr. 50 metr yana mashg'ulotga o'tiradimi kechqurun? Ha, hozir shu yerda qolyapti. Shu yerda qolaveradi. Bilmagan. Agar drabilga qo'shiladigan bo'lmasa, mana shu fotoni ko'ryapsizmi? Mana shu yo'qib ketadi mana shu. Umuman oldingizmi? Aka, mana uni qarang, kuzatib qo'ying. Mahalda sigirlarning qochishi qanaqa edi aka? Mana shunaqa bir xil ketgan. Shunda bir kunda bitta sigirdan 50 ming so'm foyda qilyapsiz. Sof daromad, to'g'rimi aka? 1 oylik buzuvlar. Buni egizni ham tug'ilgandingizmi? Shu kichkina oq egiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa biz Qo'qonga bitta fermer akani oldida keldik. Bugungi video rolikni olishdan asosiy maqsad chorvachilikda buqa boqqan yaxshimi, sigir boqqan yaxshimi, sigirni qanday boqish kerak, qaysi parodadan boqish kerak, quruq yem bilan boqqan afzalliklari va akamiz juda ham ixtironi bombasini qilgan, O'zbekistonda yagona bo'lgan, juda ham katta summaga atalag'ozorlar qilgan. Xudo xolasa shuni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Assalomu alaykum fermer aka, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Alloh chorvangizga baraka bersin. Rahmat aka. O'zlaringizga ham. Akamiz bilan tasodifan ko'rishib oldik. Shu tasodifan ko'rishishda akam aytdiki, O'zbekistonda yagona bo'lgan, O'zbekiston O'rta Osiyoda yagona bo'lgan juda katta summa sarflab atalag'ozorlar qilganman dedi. Yo'nalishim menga yoqqani uchun va'da bergandim. Sigirlarni boqib, qanday daromad qilsa bo'ladi, Xudo xolasa shu bilan akamiz bilan qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Qanaqa fikrlaring bo'lsa, kommentariyada izohlar qoldiraverasizlar. Bu yerda realni borini hech kimga misol anaqa qilish emas. Video ko'rishdan oldin like bosib, fonni shu mol boqib dvijeniya qilaman deyotganlarga, yangi fermer aka-ukalarga anaqa qilsalaring, Xudo xolasa o'zlariga kerakli bo'lgan tajribani olishib oladi. Bo'ldi, o'chiravering. Fermer aka, bu buqamiz ekana. Buni nima uchun boqyapsiz? Shu urug'likka, shu mollarga qo'ygan urug'likka. Siz sun'iy emas, tabiiy usul bilan mollardan daqilasiz, ko'paytirasiz. Bu galishtin buqamiz, a? Aha, Jivovesi sut yo'nalishidagi. Sut yo'nalishida haqiqiy galishtin friz degani shu bo'ladi. 1 tonnani tepasidagi buqamiz ekan bu, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunga aka qanaqa yemlar berilyapti endi? Bunga mana shu rizq barakani o'sha buqani yemlaridan berilyapti. Berilyapti. Necha kilo beryapsiz bir kunda mana shu buqaga? 3 kilodan 2 mahal o'tib beraman, 6 kilo. 6 kilo. Necha kilo so'lyapsiz? Operatordan anaqa qilamiz, oxirini ham kuzatib qo'ying. Bu akamizni chorvasini ko'rib, havas qiladigan holat mana обязательный oxirida ozuqalari turadi, Aha. Rejim yo'q. Yo'q, yo'q. Gap yo'q ekan. Xo'p, bu tomonda sigirlarimiz joylashgan. Sigirlar ham обязательный bo'sh yuradi, tashqarida zagonlar bor ekan aka. Aha. Yemlarni, silyoslarni aralashtirib tashlab qo'ygansiz. Aha. O'rtacha aka bitta sigirdan mash sigir deylik. Necha kilo yem yeyapti aka? Mash sigir 1 kunligi. Bunga 8 kilodan beraman. Bu kattalik sut ko'p berganini hisobiga. Yo'q, bu shu o'rtacha 10 kilo beradiganlarim bor. Bularga 8 kilodan beraman. Sut ob'yomiga qarab beriladi. Ha, chempionlarni addenni qilgansiz, sal pastroq beradigan addenni qilgansiz. Hamma kilitkalarda alohida. Hozir 3-4 ta kilitkamiz bor ekan. Bu 8 kilo yem dozini berasiz-da? Ha, 4 kilodan 2 mahal. 8 kilo 2 mahal. Oxirida обязательно turadi. O't, ha. Silyoslari ham o'sha yakvarda o'rilgan, haqiqiy pishgan va silyosni ham aralashtirib tashlab qo'yiladi. Gap yo'q aka. Xo'p, qancha sut beryapti aka? Mana 8 kilo, necha kilo silyos beryapmandingiz? Bular shu 30 kilo 35 kilo shuni o'rtasida, 30 kilo bilan 35 kilo o'rtasida. 30 kiloga to'g'ri keladi. Xo'p, 30 kilo bo'lgan taqdirda ham o'rtacha 600 so'mdan hisoblasa 20 ming so'm. 8 kilo yemimiz 6 kere 50 qancha bo'ladi? 54 ming bo'ladimi? Yo'q, adashib ketdim. Yo'q, 48 ming bo'ladi. 70 ming atrofida rasxod qilyapsiz ekan bitta sigirga. Ha, 1 kunlik rasxod. Endi aka, mana shu 70 ming rasxod qilib, bir kunda qancha sut sog'ib olyapsiz mana shu bitta sigirdan? Bular shu 20 litrliklar, 8 kiloliklar. Bu kilitkadagilar 20 litrliklar. Ha. 10 kilodan beri turganlarim bor, ular 30 litr, 35 litrdan beradiganlari. Bu 20 litr sutni sutdan chiqib turganlari, bo'g'ozlikka chiqib turgan. O'sha 30 dan tepasi sut beradigan sigirlar nari kilitkada? Xo'p aka. 1 kilo sutni necha pul sotyapsiz 1 litrni? 6 mingdan. 6 ming bo'lsa 120 ming so'm. Endi o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, oyiga 1,5 million so'm bo'ladi. Xuddi shunday. Gap yo'q aka. Mollaringiz shoxlari ham bor ekan. Bu shoxlari anaqa qilmayaptimi bir-biriga? Hozircha ziyoni tekkani yo'q. O yelini ham kesib qo'yibdi aka. Ko'rsating mana, ashi shoxni hisobi bo'ladi uni. Ashda o'zi boshqa nimasi bor edi, yelini ishib. Ashi bir-birini ovqat yetganda, oziqlanayotganda talashib,
E'lim holatlarini u tagidan ko'rsatdingizmi? U undan boshqa narsa. Xo'p, aka, xo'p, bitta galishtin ekan. Semental ham bor ekan. Sizga qaysi biri zo'r foyda, misol xo'jalikda bitta ikkita boqaman degan odamga nimani tavsiya berasiz? Semental boqqan yaxshi ekanmi, galishtin boqqan yaxshi ekanmi? Xullas, chorvaga ishqibozlarga meni o'zimda fikrim, semental o'rtacha olib yurar ekan. Sutni. O'rtacha olib yurar ekan, lekin sut yo'nalishida bo'lsa, galishtin boqqan afzal ekan. Foyda qilaman desa. Faqat hali sut yo'nalishida. Bu semental unga nisbatan hali etidan tushib ketmasdan, misol sotadigan paytda, zarurat bo'lib qolib sotilinadigan paytda holati, sostoyaniyasi yaxshi turganligi uchun semental shunisi qulay ekan. Bo'ldi aka. Ma'qul. Xo'p, mana misol masjidga tuqqandan keyin yana qancha vaqt davomida aka yana qaytadan buqaga qo'yilyapti yoki bo'lmasam sizda buqagani qancha mahalda bo'g'oz bo'lyapti yana tuqqandan keyin? 1 oymi, 2 oymi, 5 oymi, 6 oymi aka? O'tgan yili dekabr oyida tuqqan. Mana hozir noyabr oyida tug'di mana shu. Egiz tug'di. Egiz tug'di bu. Asha rizq bor yemlardan berardingiz. Albatta. Endi aka bundan oldin qanaqa yemlar bilan boqqansiz? Ikkovining farqi qanaqa ekan? Bundan oldin shu kepak, o'zimizni mahalliy, o'zimizda shu kolxoz priyomda, kepak, bug'doy un, shunga ikkalasini aralashtirib omoqta qilib berilgan. O'zingiz bilganingizcha? Bilganimizcha, uni rejim bilan boqilinmagan, boshqa qilinmagan. Qaysi birida natija misol o'shamanmi, farq qilganmi? Yo'q, farqi bo'ldi. Haqiqatan ham farqi bo'ldi. Unga nisbatan bunda etidan ozib ketmasdan, hali sog'inda turgan hayvon etini ushlamaydi-yu. Bunda juda u darajada haligi etdan tashamadi, beslar. Etdan tushmasdan qochishiga qulay bo'ldi. Haqiqatan tezroq qochdi. Aksariyat mollar uzog'i 3 oyda ichida qochdi. 3 oy. Narigi o'zingizni priyomingizda qanaqa bo'ladi? 6 oy, 7 oyda ham qochgani bo'lgan. O'shanda ham qochgan, endi ba'zi birlari shunaqangi bo'lgan. Aksariyati shunaqangi holatda bo'lgan. Xullas tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman bu yemni berishlarni. Bo'ldi. Aka, bu buzoqlarimiz ekana? Bu buzoqlar aka, xo'p, bir oylik atrofida buzoqlar ekan, adashmasam. Bular aka 10 kunlik bir mana o'zi. 2 oy ham buqacha. Ana sementalda bo'lasiz. Gap yo'q aka. Bu akamiz o'sha niyat qilgan, bittasini xudo xolasa qurbonlik qilaman-da. Inshaalloh, xudo xolasa. Alloh hammamizga shunaqa xayrli ihsonlarni qilib, anaqa qilish nasib qilsin. Bular aka tug'ilgandan keyin necha kun onasining tagida yuradi yoki qancha vaqt ajratasiz? Qanchadan sut beriladi? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz, ko'pchilikga qiziq bo'lardi. Mol tug'di deylik, bugun tug'di. Sirazi ajratiladimi yoki bu qanchadir vaqtda onasining tagida yuradimi? Sirazi ajratilinadi, enasini emizdirilmaydi, sut berib boqilinadi faqat. Mol tug'di deylik, tug'di, o'zini onasining sutidan sog'ib beriladi. Endi men xullas sog'ib bermaganman. Bizniki hali bu narsaga tayyorlanmaganimizga nimani evlanmadim. Men sog'ib bermaganman. Umuman mana shu mollarni sutidan soqqan paytda o'g'iz sutidan ham bermaysizmi tuqqan? Yo'q. Shuni aralashib beraveradi tuqqan. Sirazi tuqqan zahoti nimaga o'tadi? Bo'ldi. Balinaqangi juda u darajada haligi ikir-chikirlarini zo'r bilmaymiz. Qo'ldan kelganicha dehqonchasiga boqyapmiz haqiqatan. O'shaning uchun ham keldim aka oldingizga. Gap yo'q aka. Bu tarafda bo'g'oz mollar bor ekan-a? U nargi kilitkada bo'g'ozlar. Xo'p, bo'g'oz mollar Bular ham sog'di. Bular ham sog'dimi? Bular o'sha chiqib ketish arafasidagilar. Bularga mana shularga 3 kilodan berilyapti. Yemdi. O'sha 5 oydan o'tgan bo'g'ozlar bu tarafdagilari. Xo'p, endi hozir silyos ham bir ko'rsataylikmi? Bo'ldi. O'chiravering kadr. Olyapsizmi? Silyos boshishdagi xatolardan bittasi. Bu adashmasam shu tepa tomondan chiqyapti ekan-a? Mana shu salafanni yirtib qo'yib, chiritib qo'yganmiz mana shu nimalarni. Bu yoniga salafan qo'yilganmidi buni? O'sha holatda mana aka-ukalar o'tgan safar ham Instagramga video qo'ygandik. Mana shu mog'orlash ko'pchilik molni ayamasdan yarga mol yeydigan deb beraveradi. Aslida bu eng katta xato hisoblanadi. Buni oz miqdorda yegandan keyin qonda aktermikoz degan kasallik kelib chiqadi.
zamburlar, shashmollar tagida, tomog'in tagida shish buqoq. Bu agar ko'p beriladigan bo'lsa, bo'g'oz mollarga juda ham xavfli hisoblanadi. Bo'ladi deb qo'yish ham mumkin. Aka, selyosingizni Jaguarda o'rilgan ekan, drabilkasi qo'shilmagan ekan shekilli. Qo'shilgan. Qo'shilganmi? Qo'shilgan. Ammo ham doni zo'r ekan. Butun nimasi yo'q aka. Qani? Zo'r ekan haqiqatda Selyos. Haqiqiy tobida yo'q, aka, qo'shilmagan ekan drabilkasi. Qo'shilgan. Mana qarang, bu kattalari turibdi-da. Ya buni ezmaydi-da, faqat donni ezadi xolos. Buni shunday nima qilganda ezmay chiqarib yuboradi. Mana lekin donni butuni yo'q. Aka, siz bilan qarang, bu yaxshi. Hozircha birorta butun don topa olmaysiz. topalimmi? Yo'q, aniq. Ammo doni haqiqatda zo'r ekan. Aka, topdim mana. Bunga 95% holatda qarab turing. Drabilka qo'shmagan. Siz kombayn chaldigan. Men o'zim kombayn bilan birga yuraman. Buni Jaguar buni pachaqlabdi bunisi. O'zi bilinib turibdi, agar drabilka qo'shiladigan bo'lsa, haligi marday borku sota. O'shani ham bitta qo'ymay ezib yuboradi u. U 1 sm 1 millimetr ham chiqmaydi-da uning orasi. O'sha holatda agar imkon bo'ladigan bo'lsa, shunday holatlarda anda qilinmagan ma'qul. Doni zo'r ekan haqiqatda. Mana aka, keling mana. Qimmat makka. Mana. Hozir go'ngini ham ko'ramiz aka. Mana mashina bu holatda turmaydi aka. Xo'p, bitta molga o'rtacha nechta tonnadan hisoblab Selyos bo'lasiz aka? 100 mashina. 100 mashina. 6 tonnadan bo'lsa 600 tonna. 600 tonna nechta sigirga bo'ladi o'shanda? Endi hozir bu borini olib kelib bosib qo'ydik-ku. Ha, Bununcha molga deb bosilgan. Selyos ham dehqonchilik o'zida. Dehqonchilik. Bu qanaqa urug' ekkansiz bu makka? Bu Inamarka urug'. Nomi nima edi? Ha, shu Turkiyaning urug'i hozir esimda yo'q. Green Life'mi? Masset, Oy, rasmi bor edi. Hunter'mi? Bo'laveradi aka. Xo'p, Hali qarang, nomlar esimda. hozir mana Selyos beryapsiz ekana. Ataloq qozonda nima sababdan qildingiz? O'sha operator ketdik. Ataloq qozondan bir kuzataylik. Ataloq qozonda. Bu tepasi to'pollarni kuzatib qo'ying. 30 sm atrofida turpoq tashalgan ekan-a? Ha, bir 10 sm yetadi, 10 sm. O atroflari sal anda qo'yib qolibdi, mog'orlagan joylari. Nimada buni turpoq oqib ketganligi uchun shuvash kerak o'zi asli buni. Ha. Endi to'g'ri gap, chorvani mehnati sal. Xo'p, aka, bular qanaqa mollarimiz? Mana shu o'zimiz sigirdi bolalari, Onajinlari. onajinlari faqat. Novoslari o'sha yoshligida sotilib ketilgan. Sotib yuboriladi. Necha oylik bo'ldi bular? Bular 6 oylik, 7 oylik. 6 oy, 7 oylik onazinchalar, xudo xolasa. Xo'p, aka, yana bitta qiziqarli savol beraman sizga. Hozir yana bitta muammo bo'lyapti. Ko'pchilik aytayapti, mollarda hozir hech qanaqangi sovuq ta'sir qilgan yo'q. Tavsiya qilaman, hali bor. Kunduzi ham 5 minus bo'ladigan bo'lsa, kunduzgi holatda olib kirsa bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda mutaxassislar bilan buni ham yoritib o'tib ketamiz. Shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Qo'ldan kelgancha javob berib ketaveramiz. Ataloq qozonga ketdik endi. Mana shuni Jamshidbekka nimani aytib ketaylik mana shu. Ana oldiga to'kib yuboryaptimi? Ha, mana shu o'shanga to'kib yuborganiga. Rizq baraka yemini buzoqnikini berib katta qilingan mana shu buzoqlarga. 6 oylik. Yemini. 6 oylik, a? 6 oylik, ha. Hozir jvov esa 250 kilo atrofida chiqaveradi. 200 kilo, 230, 200 mollar 250 kilo chiqadi, даже ortiq ham yo'q. Nargi ham chiqadi, nargisi. Bu sementalmi? Yo'q, bu golish. Sementalni qoni borga o'xshaydi, qizil. Mumkin. Bu hali birovdan olganman, bolasi yetim buzoq qo'shgan ekan-da. Ha, bo'ldi aka. Bu o'sha sementa rizq barakani yoshligidan sutdan chiqqan, shu sut yeyotgandan boshlab o'sha yemidan yeb, o'sha buzoqlar uchun chiqarilgan yemidan yegan. Buzoq yemidan beri boqilingan. Mashq holatda bo'ldi. Ha, shu yemni muallifi bo'lgan Jamshidbekni tavsiyasi bilan 1 kilo 200 gacha bering deyishgan. Qanchasiga 1 kilo 200 endi? 100 kilo jivobesga 1 kilo 200 yo'q, bitta molga. Men bu mollarga chegaralab bermaganman. Oldiga solib qo'yganman. Keragini yeb shu yevoradigan bo'lgandan keyin yemni o'sha 1 kilo 200 da to'xtatganman. Ha, keyin sutdan chiqargansiz. 1 kilo 200 yeb bo'lgandan keyin 3 oyda sutdan chiqarilgan. Bo'ldi. Yana ichini qolishi 12 metr. Ha, ichi qolishi, ichini qolishi 12 metr. Bo'ldi. Molxona qilaman deyotgan aka-ukalarga imkon bo'lsa, mana shunaqa holatda kenglikda qilgan yaxshi, faqat tepasini yopib ketgan holatda bo'yni sal balandroq, kami 4 metr.
keyin imkon bo'lsa mana shu holatda qilish kerak. Chunki yozda issiq bo'lib ketmaydi, qish kunida misol nimalarni ko'ryapsizmi? Mog'orlab qolibdi. Ana shunaqa holat bo'lmaydi. Tellamaydi. Ha, tellamaydi. Tavsiya qilamiz. Buni ham misol agar o'ziga molxona qilmoqchi bo'layotganlar bo'ladigan bo'lsa, qilgan ma'qul. Puli qo'ying, uyga kiraveringchi. Qizlaringizmi? Mana shuni telefonda aytgan. Ko'rsatib qo'ying yoqdan ham mollar zagonda turishini. Biror marta ko'rmadingiz, Yo'q. Bu yangi texnologiyaga, misol zamonaviy chorvachilikka o'tayotganligi uchun xatoligini tushundik akamiz, qilmadi. Agar tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? Shunaqa buni mehnati, mana bir marta suv isitdim desa, qanaqa og'ir ekan. Buni misol qancha ko'mir yoqaman dedingiz bir kunda? Bir qop. Bir qop. Bir qop yoqadi. Mana mashina o'ziga qancha ketdi mana shu holat qilgungacha? $2000. $2000 ketdi, lekin to'xtatdi. Bu yerda misol men yomonlayman, ko'pchilik faqat o'sha oddiy insonlarning og'irini yengil qilish maqsadida bunga qarshi chiqqanman. Men misol buni bunaqa qiladigan zavodim ham yo'q, yo bo'lmasa bunday qiladigan. Prosta oddiy xalqning ko'zini ochish kerak. Akamiz qilgan misol mana shunaqangi rasxodlarda kimdir qilib xato qilmasin, mana kamroq mehnat qilsin, ko'proq daromad olsin. Ertamandan kechgacha mol tagida yurib misol bunda bu qancha vaqt ketadi misol mashina qaynatib, anaqa qilib quyib tarqatgungacha. Endi pishirib ko'rmaganligim uchun vaqtini bilmayman. O'zi sezdingiz o'zi qanaqa og'irligini. Akani misol anaqasidan bu kadr ortida gaplashdik. Akamiz sezdi. Agar keyingi misol shunaqa qilib boqmoqchi bo'lganlarga bu narsani misol tavsiya qilinmaydi. Ko'rilgan imkon bo'ladigan bo'lsa, ham oson, ham chorvadorga, ham molga, hamma tomonlama qulay tomonlarni yaratib olish kerak. To'g'rimi aka? Albatta. Xudo xolasa akamiz mana shu videodan keyin o'ziga kerakli ma'lumotlarni oldi. Imkon darajasi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda misol bizni kim qayerdan ko'rayotgan bo'lsa yozib qo'ysin. Yevropa bilan solishtiradigan bo'lsa, Amerika rivojlangan davlat, misol Yaponiyalar bilan qanday qiladigan bo'lsa, ularda o'zi texnikaga o'tib bo'ldi, zamonaviy texnikalarni qo'llab. Hozir misol bu 10 yil oldingi chorva bilan 10 yil bag'dagi juda katta farqi bor. To'g'rimi aka? Albatta. Endi video rolikni yakunlaymiz. Akamiz qanaqa gaplaringiz bor? Yosh boshlayotgan chorva bilan boqib foydalanishsinmi? Misol ko'p akamiz bizneslar qilgan ekan, yo nima qilishsin ekan? Nima tavsiya berasiz? Endi mehnatni yengilroq, osonroq yo'lini tanlasalar, daromadi ham o'shanga yarasha, mana shu sinmaydigan biznes chorvachiligi. Albatta. Imkon bo'lsa, yangi chorvadorlar ko'rayotgan bo'lsa, birinchi ish boshlashda molxona qurishdan boshlasin. Sharoitda, to'g'rimi aka? Hozir tushuntirdik mana molxonaning qanaqa xatolari bo'lgan, qanaqa qulayliklari bo'lgan. Shuni qilinadigan bo'lsa, akamiz misol bir kunda 4 soat, 5 soat vaqt ajratgan bo'lsa chorvaga, mana shu texnikalar qo'llanadigan bo'lsa, baribir unga ham rasxod qilinadi, biz aytgan nimaga ham rasxod qilinadi. Yarim soat, 1 soat ichida o'sha ajratgan vaqtini 70-80% ga misol yutadi. Bemalol boshqa ish bilan bemalol masa qilib anaqa qilsa bo'ladi. Biz sizlar bilan Xudo xolasa bugungi videoni yakunlaymiz. Akamiz ishlariga rivoj tilaymiz. Aka, Xudo xolasa chorvangizga Alloh baraka bersin. Hamma molingiz misol 1 yilda 2 tadan tug'ib, yiliga 10 tonnadan sut beraversin aka. Sog' bo'ling, aka.